voy matosini qarang, shunaqa ham zo'r mato bo'ladimi? Lyonaga ham bu. Voy razmerlari S, M, L, XL, 2XL razmerlari bor. Mana buni qarang, orqa tomonlari ham shunaqa zo'r. Rezinkasi yo'q. Tugmachali, zamochkali. Mana buni qarang. Sifatni qarang, cho'mchilari ham bor. Uzun bo'yim deyapman, deysiz, bo'yi uzun qizlarga ham keladi. Ko'pchilik bu modelimizdan kutyapti. Bugun keldi. Urg'ib olamiz, bo'y uzunligini o'lchab beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 qarishda uzunligini qarang. Ranglari bilan sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana buni qarang. Menga o'xshab turib, rubashkani qarang, go'zalligini qarang, rubashkani, tovlanishini qarang. Matosi ham bor. Havo o'tkazadigan holatda yumshoqligi bor. Razmerlari 42, 44, 46, 48 razmerlari bor. 48 mana o'zi 50 va 52 razmeriga kelaveradi. Turk razmerida 36, 38, 40, 42, 44, 46 razmerigacha ham kelaveradi rubashkamiz. Mana qarang. Mana qarang, futbolkasini tayyor qilib qo'ydik. Shunaqa zo'r troykalar olmoqchimisiz? Biz o'zimiz yasab chiroyli qilib beramiz. Do'konimizga bir marta bo'lsa ham kelib mehmon bo'lib ketinglar. 10 minutda shunaqa zo'r troykalar yasab beramiz. Mana qarang. To'g'lanishini, go'zalligini qarang. Mana buni aylanishlariga bitta baho bering. Olasiz, siz zo'riga loyiqsiz. Keling do'konimizga.